Bugun biz Minecraft'dagi turli xil lifehacklarni sinab ko'ramiz. Qani bilmasam ketdik. Mana bu qanaqa ekan nima? O'yna bilan lavantani ko'rsa biladimi? Endi biz ham tekshirmasak bo'lmaydi. Mana bizning birinchi lifehackimiz bu yerga o'ynab qo'yilishi. Nima? O'xshadi. Nima qilaylik? Nima? Endi visualda olmos topish juda ham oson bo'ldi. Maqayla o'ynab ko'ryapti. Wow! Buni qaranglar, o'xshadi. Agar sizga bu lavha yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Qani bu lavha nima qilarkan, ruhni qo'ydi, jebirga reys qo'ydi va uni yo'q qo'ydi, tashlanglar. Tak, har kelma bilarkan, bu yerga uni qo'ydi. Nima? Hozir biz buni tekshiramiz. Mana bular bizning ikkinchi TikTok'dagi lavhaimiz. Buni qilish uchun bizga mana shu narsalar kerak bo'ladi. Keyin bitta daraja boshlab va shu yerdan bir blok tashlab, shunda qurib ketasizlar. Bitta xato bo'ldi, mana qo'yildi. Mayli qo'yib qo'yamiz, keyin to'g'ri bilan mana buni qo'yish kerak, mana. Va endi shu tomonga ham shuni takrorlasak, ishlaydimi yo'qmi endi shuni bilamiz. Nima? O'xshadi. O'xshadi. Agar sizlar ham sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyga yoz qoldiringlar. Keyingi aytamiz. Qani mushkul ekan. Bloklarni qo'yapti. Keyin bunday. Keyin xaritasi to'lib chiqdi. Keyin bu yerga redstone blok. Nima? Suv havoga qotib qoldimi? Bular hali ham tekshirmasa bo'lmayapti. Bu lifehackimiz uchun bizga mana shu buyumlar kerak bo'ladi. Hozir bir talablarni men ko'rsatimda qo'yasizlar, qani. Shunday qo'yilganda, keyin esa bu yerga piston qo'yamiz, qani. Bu yerga ham ana endi esa qo'yamiz. Keyin esa bular bilan qo'yib chiqamiz, kerak qani. Ana sindiramiz. Nima? Nahotki qon o'xshadimi? Nima o'sha suv oqmayapti? Bolalar bular lifehack emas, bular xatolar, bolalar. Men lifehack qilaman deb xatolar topyapman, buni qaranglar. Lekin haqiqiy suv. Hammalar keyingi aytamiz. Ana shuni ekan, kavlab chiqyapti. Bularni ham qo'yaylik. Nima? Bu uchun biz narsa quramiz. Men vaqt yo'q bo'lmasin deb bularni o'zim qurib qo'ydim. Bular quvvat bo'lish kerak. Mana bular yuzaga chiqganda qani endi ishlab beramiz. Qani, bismillah. Nima? Hozir o'xshadimi? Yo'q, qaytib. Men bittalar bo'lsa ham o'xshamaslik kerak, qani. Yo'q, qattiq ketdi. Qattiq ketdi. Ular ham o'xshadi. Sizlar bilan men hammaga xayr bo'lsin. Tugadi.